Voy bolam kiyinib chiqib ketdi. Sochlarini tarab chiroyli bo'lib chiqib ketdi. Ayoljon xayr deb ketdi menga. 20 minut o'tmasdan qizim yig'lab keldi. Biz bundan 1 yillar oldin maktabga ketayotgan bir oilaning 3 farzandini avtomobil urib yuborishi natijasida vafot etganligi haqida yuqoridagi lavhani efirga bergan edik. Ushbu yo'lda bolalar xavfsiz maktabga borishlari uchun piyodalar yo'lagi yo'qligi, yo'l yotiq chiziqlari o'chib ketganligi, maktab bor bo'lishiga qaramasdan bolalarning asosiy maktabga borish yo'liga hech qanday radar qo'yilmaganligi. Shular sababli bu yerdan avtomobillar juda ham tez harakatlanishidan aholi norozilik bildirib millarga murojaat qildi. 3 nafar bolaning o'limidan keyin ham hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Undan keyin oktyabr oyida yana bir uydan 4 nafar farzandni yetim qoldirib, erli xotin ularning ota-onasi olamdan ko'z yumdi. O'sha avtomobillar tez yurish natijasida bir-biriga to'qnashib, Damas avtomobilida ular avariya bo'ldi. Bizning bolalarimiz 3 ta bolani chekkadan urib ketdi masalan. Bitta ham manasi yo'q, ularning yo'lga aloqasi yo'q. Mashina ustida chiqqan yo'q ular. Chekkada ketaydi, trotuar bor, yo'q hozir. Endi shuni qilib bersin. Piyodalar yo'lakchasi qilib bersin, radar qo'ysin. Bizga shu kerak asosan. Bolalarimdan qaytib maktabga borib kelishdi, yuragim ho'jlab o'tiraman. Voqea bo'lgandan keyin ham hech kim kelib tekshirgan ham yo'q, boshqa ham qilgan yo'q. Murojaatni o'rganishimiz davomida G'allaorol tuman yo'l harakat xavfsizligi bo'limi tomonidan radar qo'yish ishlari boshlab yuborildi. Ushbu yo'ldagi aholi talab qilayotgan qolgan masalalar yuzasidan mas'ullarga yuzlandik. Piyodalar bilan bo'lgan yo'l transport hodisalarini inobatga olib, bizlar yilning boshidan nuqsonlarni aniqlab, viloyat avtomobil yo'llari hududiy boshqarmasiga taklifini berganmiz. Yil yakunigacha albatta piyodalar yo'lakchasini qurib beramiz. Piyodalar uchun mo'ljallangan yo'l yotiq chiziqlarini mana 2-chorak boshida bizlar chizib berishga va'da beramiz. Sun'iy notekislik o'rnatish uni ham 2-chorak yakunigacha amalga oshirishni bildiramiz. Millar ushbu masalani ham o'z nazoratiga oladi va to'liq bartaraf etilmaguncha biz bu manzilga takror qaytaveramiz.